Kechir ana. 16-qissam. Ayxon ana kirgan bu notunish erning kimligini bilmay ang'ayqib qoldi. Xeyli yaxshi bo'p qoldilimi acha? Ayxon ana bu kishining gapiga javoban: Xeyli yaxshi bo'p qoldim. O'zingiz kim bo'lasiz? Asta, madotligimni o'zimni tunishtirmabdiman. Mening ismim Sodir. Mushnoya ichida tijorat qilaman. Deb Ayxon onaga tizlandi. Bu sizlarning nima qilganlaring? Men yasilini tonimasam, odamni buncha valahijil qilmasli bo'lmamdi. Sodir yig'lab turib, "Acha, men sizlar bir bo'raklarni berib qutqizib olgan ayolning yo'ldoshi bo'laman. Men eng qiyin ahvolda qolganda, sizlar meni hijron, ayrilish azoblaridan qutuldirib qolgan tursalar. Acaba men sizlardek ulug' bir onaga tizlanganimning nari xata? Men burullarda pulim bor, qo'lim qayaga sunsam shu yerga yetadi, boshqalarga muhtoj bo'lmayman. Qaddimni tutib yashayman deb o'ylaydim. Lekin men ayolimning sakrat karvatida ingrab yotganini ko'rib tursam-mu, qo'limdan hech bir ish kelmadi. Yo'ruq dunyoga ko'z ochmagan bolamning o'lim oldidagi echinishli azob nidolari yuragimga xanjar bo'lib sanchildi. Uyimdagi bexatarlik ishkopga rat bilan tizib qo'ygan osh pullarni ep bormagan doktorxona tanglamagan biri odamni qammagan edi. Pul bo'g'ini bilan sog'lomlik, hayotlikning oldida bu döv pullar mening nazarimda keraksiz qog'ozga aylandi. Mening onam dadam burulli o'lib ketgan. Men yolg'iz birla bola. Mening hayotimning, turmushimning ma'nosi nurg'unlagan qiyin o'tganlardan birlikda o'tib, rohat, boyasha turmushga ega bo'lgan mushundaq vaqtda ayolim homildor bo'lib, men erishni eng orzu qiladigan farzand o'tida kuyib kul bo'lgan bu yuragimning qayta uyg'onishiga turtki bo'lgan edi. Endi butun hayotimning ma'nosi bo'lgan bu ikki qadrdonlarim ko'z oldimda jon talishayotgan nahmush paytda taqdir silidek ulug' bir odamni menga uchratdi. Acha, sizlarga ko'pdan ko'p tashakkur aytaman. Voy, qanaq ish bo'lsa o'ralardan turib deysizlar. Boshqalar ko'rib qolsa sat turadi. Meni tushson damdiliya. Dedi Ayxon ana. Bo'ldi acha, o'zim turay. Buninggacha sestra qiz kirdi. Ayxon ana: "Qizim, qanaq bo'ldi? Telefon qila oldingizmi?" Sestra qizmi? "Ha, cho'ng ana, telefon qilib deb qo'ydim." "Rahmat bolam sizga." Sodir qo'lidagi sumkini Ayxon onaning yeniga qo'yib, "Acha, bu 200 ming yuan pul mening oz bo'lsa-mu ko'nglim qabul qilala." Sodirning 200 ming yuan deganini anglagan bu sestraning ko'zlari yo'g'inab, ko'z chanoqlaridan chiqib ketay deb qoldi. Ayxon ana kulimsirab: "Bo'ldi ukam. Bu pulning menga keragi yo'q. Men pulni dapsilga yordam qilganim yo'q. Buni ep kelsalar." Ayxon ana shundoq oliyjanob ayol ediki, boshqalarga yordam qo'lini sunishga amroq. Boshqalarning ishini o'zimning ishim deb biladigan, oltin tepavozimi ko'z qirni sanmaydigan, esil bir ayol bo'lmasdan kuyimchan bir ona edi. Sodir bo'lsa Ayxon onaning unimig'iniga qaramay pulni karvatning yeniga qo'yib, "Acha, amisi men xo'shlashay. Men yana kelaman, ha?" deb qo'yib chiqib ketdi. Sestra qiz: "Voy, anam bu kishi nima degan marta? Texa 200 ming yuan beraman desa, bu otgan o'xshaydi debdiman. Cho'ng ana, endi sizlar xonishda yashaydigan bo'ldilar." deb to'xtamay gap qilib, Ayxon onaning beshini og'irtib etdi. "Qizim, mening qo'rsqim ochqandek qiladi. Xafa bo'lmay, menga yeydigan biror narsa akirib beramsiz?" "Cho'ng ana, sal ta'xir qilsalar, men sirtiga chiqib kiray." Sestra qiz tomoq akilish uchun sirtqa mangdi.
Ayxan ana yenida turgan bu bir so'mka pulni asta tatib, beshini qo'ydigan ko'rpining ostiga tiqib qo'ydi. Ayxan ana bunchavala ko'p pulni qandoq bartaraf qilishni inchkilik bilan o'ylandi. Oxiri mundaq amal topdi. 100 ming yuanni yetim yesirlar maktabiga iyona qilishni, qolgan 100 ming yuandan 10 ming yuanni azmatga sab berishni, 30 ming yuanni Ayşemgülning keyingi o'qish uchun saqlab qo'yishni, 20 ming yuanni Azharning bir tijoratning ipini qilib bosh ko'tarib olishga, qolgan 40 ming yuanni bankada qo'yib qo'yishni o'yladi. Oradan necha minut o'tgandan keyin sestra qiz tomoq qachisida umash ko'tarib kirdi. Ayxan ana tomoqni yeb bo'lib, yana uyquga ketdi. Ayxan ana shu uxlagancha ertasi soat 9lar atrofida uyg'onib, ko'zini ochib hayron qoldi. Chunki Ayxan onaning ko'zini ochib ko'rgani bo'lsa, Azhar bilan Ayşemgül edi. Balalarim, sizlar qachon kelgan edinglar? Azhar onasiga qarab, "Ona, biz kelgili necha minut bo'ldi?" deyishiga Ayşemgül, "Aka, yolg'on aytmag'ini? Biz kelgili 1 soatdan oshdi." Azhar ko'zini shuncha qisqan bo'lsa-mu, biroq Ayşemgül buni his qilolmadi. Azhar Ayşemgülga qarab, "Ey, ben vasinglim, sen qachonmi cho'ng bo'lasan, ha?" Ayxan ana ballarini ko'rganlikdan intayin xo'shal bo'lib ketdi. "Balam, baldur kelgan odam, nemishqa meni uyg'otmadinglar, ha?" "Ona, shu seni yaxshi uxlayotsin debchu", dedi Azhar. "Haros ona, sen eshak arvasini qayaga qo'ygan eding?" Azharning gapini anglagan Ayxan ana, "Oy anam-ay, mau o'nduqliqimni nayiga 1 kilometr keladigan bir o'rmonlikqa bog'lab qo'ygan edim. Hay, bechora jonivor qandoq bo'lib ketgandi?" deb titit bo'lib o'ldiramay qoldi. Azhar, "Voy bo'ldi ona, ansirmigina. Necha kunning oldida yerim kechida sirti eshak angrab ketdi. Men texi sizni kelgan chog'i deb sirtga chiqib qarasam, eshak turdi, lekin siz yo'q. Men atrofga shuncha qarasammi, sizning qoringizni ko'rmadim. Men eshakni ig'ilga akirib qo'yib qarasam, yana jimjit. Men sizdan ansirab, bir kecha uxlamay, atsi Aygulxon ajamning qishig'i chiqib so'rasam, bo'lgan ishlarni deb berdi. Ondan xotirjam bo'ldim. Tunugun yana onangiz doktorxonada yotoqda yetib qopti degan edi. Ansirab atdiganda kelishimiz. Haros ona, qursuqingizmi oshqandi? Ayşemgül siqmoq etganti, o'tirib ichib olamsiz. Azimat oshni bo'lib Ayxan onaga sundi. Ayxan ona, "Rahmat bolalarim. Sizlar haqiqatan bekla aqlliq cho'ng bo'ldinglar." Ayxan ana tomoqni yeb bo'lib, yostiqning ostidagi so'mkani elib, bir bog'lam pulni, ya'ni 10 ming yuanni elib Azharga tanglab, "O'g'lim, sen bu pulni mana bu nomer bilan bankaga elib berib, akangga silvatgina." Azhar bu pulga qarab noyda hayron bo'lib, "Ona, buncha bola ko'p pulni qayerdan topding? Tezligina. Bira eski ishqa orlashib qolmagansan, ha?" Ayxan ana Azharga qarab kulimsirab, "O'g'lim, anangni shuncha eski chaqlamsan. Meni tushunmaydigandekli gap qilsan-ku. Bo'ldi o'g'lim. Bu pulning qayerdan kelganligi bilan qarang bo'lmasin. Tez bo'l. Akang boshqalarning oldida yerga qarab qolmasin." "Ma'qul ana, Ayşemgül sana qarab tursin emisa." Azhar onasidan bankini so'rolmag'ashqa, boshqalardan so'rab yurib, ming taslikda bankini tepib ichiga kirdi va amonlik saqlag'uchidan, "Men pul qo'yatdim, qayoqqa boraman?" Amonlik saqlag'uchimi ortiq gap qilmay, "Ana, avu o'tirdiki ko'znaki bosingizla bo'ladi." Azhar o'tirdiki ko'znaki berib, "Yaxshimi, mau pulni mau karta nomeriga sapagan bo'lsangiz bo'pti ekan?"
ichida o'ltirgan bank xodimi pulga qarab, ondan Azarga qarab, ichida nima o'yladi ekan? "Ha, bo'ladi, sal saqlab turing, ha?" dedi. Necha minutdan keyin bank xodimi karta nomeri bilan pulni sep bo'lgan talonni Azharga tangladi. Azhar boshqa gap qilmay, "Rahmat sizga, avor qildim" deb onasidan ansirdi-mu, tez mengib bankdan chiqishiga biriga so'qilib ketib, dum tushkili tasliq qoldi va "Ko'zlarga qarab mangsila bo'lmamdi deyman." Bu kishi boshqa biri bo'lmasdan Azamatning to'liqsizligi muallimi Anvarjon muallim edi. "Voy, sen Azamatning inisi-g'u?" "Ha, men shu. Siz akamning to'liqsizligi muallimi Anvarjon muallim shumi?" dedi Azhar. "Ha, men shu. Ajab, bankaga kelib qopsan-g'u. Beyib qolgan o'xshamamsizlar, ha?" dedi Anvarjon muallim chaqchaq qilib. "Voy, nimaga kelatdim? Akamning oliy maktab o'qish pullarini sepagili keldim shu." Azharning gapini anglagan Anvarjon muallimning chiroyi darhol o'zgardi va "Nima? Pul sepadim dedingmi?" "Hay. Muallim, nim bo'ldi? Nimaga ochiqlanib qoldingiz?" "Men sana desam qara. Akang Azamat o'qishdan haydalgili 3 oy bo'lay dedi. Qaysi kuni sizning uyga berib deb qo'yaman deb borganda jiddiy ish chiqib qilib, qaytib ketib, fursat bo'lmadi. Keyin nechirat uyinglarga borsam odam yo'q. Akang zaharga xumor bo'lib qilib, maktabdan qo'g'ilnibdi." Amdilikda Anvarjon muallimning gapini anglagan Azhar cho'qqisdan muzdek sovuq suvni quygandek andikib ketdi va "Nima? Maktabdan qo'g'ilandi? Yana tag'i zaharga xumor bo'lib qaptimi?" "Muallim, akam men donglik oliy maktabga o'tdim deb onamni tezroq pul sepaygan deb oldabdi-da. Men tag'i bayla 10 ming yuan sep beribdiman-ku." Anvarjon muallim Azharning gapini anglab cho'chib ketdi. "Nim deding? 10 ming yuan dedingmi?" "Ha, 10 ming yuan." deb yig'lab soldi. Demisimi, o vaqtdagi 10 ming yuan hozirgi 50 ming yuanga teng bo'g'iydi. Azhar o'zini tutolmay, "O oldimchi. Sen nimishqa onamni oldaysan? Onam seni deb hayotidan ayrilg'ili qil qoldi-ku. Sen nimishqa buni qilsan?" deb yig'lab ketdi. Anvarjon muallim, "Bo'ldi Azhar. Bu yerda yig'lasang, boshqalar meni xato tushunib qoladi." Azhar akasining bu ishlarni bilgandan keyin qattiq azoblanib ketdi. "Endi sen qanday qilmoqchi bo'layapsan? Berib, onangga aytamsan?" dedi Anvarjon muallim. "Muallim, siz o'ylab yiqing. Bu ishni onamga aytsam, u qanday bo'lib ketdi? U hozir doktorxonada. Agar bu ishni bilib qolsa, u tugishib ketadi. Hozircha bu ishni uningga aytmay turay." deb Anvarjon muallimga qaradi. "Mayli, senmi cho'ng bo'lding. Qog'inni o'zing bilib bir ish qil. Men oldirayman. Qog'ini keyin ko'rishamiz, ha?" deb bankining ichiga kirib ketdi. Azhar onasidan ansirdi-mu, tez qadamlari bilan onasining yeniga mangdi. Azhar yotoqqa kirganda Oyxon ona karvatdan tushib olgan bo'lib, deraza sirtidagi sap havodan to'ymay nafas ilayotgandek qiladi. Oradan 2 kun o'tib ketdi. Doktorlar Oyxon onani endi doktorxonadan chiqsa bo'ladi degashga, Oyxon ona atdiganda kiyimlarini kiyib, "Azharjon bolam, men sirtqa chiqmoqchi. Ayshamgul meni elib chiqsin. Sen narsa keraklarni yig'ishtirib, mushu yerda saqlab turg'in-a. Ayshamgul qizim, avu sumkini elib elim." Oyxon ona shundoq deb doktorxonadan chiqdi va boshqalardan so'rab yurib, Ayshamgul ikkisi ming taslikda Nogalik xalq ishlar idorasini topdi va ichiga kirib bir ishxonaning oldiga kelib eshikni yenik chekdi. İçidən bir erning
Kiring, degan ovozi anglanib, Oyxon ona ichiga kirib, Yaxshimisiz? Men mushu idoraning boshlig'ini izlaydim. dedi Oyxon ona. Ichida kostyum kiyib olgan, ko'zoynak taqab o'ltirgan, noit salobatlik biri o'ltiradi. Ha, nima ishlar bor edi? Qani, o'ltirib deysizlar. deb yondagi bir o'rindiqqa taklif qildi. Acha, qandoq gap bo'lsa tortinmay davering, dedi. Qizim, sumkini menga bering-a. deb Oyshamguldan sumkini oldi va sumkadan 10 bog'lam jami 100 ming yuan pulni elib, u boshliqning oldiga qo'yib, Buni men yetim yesirlar, oilasida qiyinchilik tufayli o'qiy olmagan bolalarga iyona qildim. deb pulni ustal ustiga qo'yib, asta joyida o'ltirdi. Bu pulni ko'rgan boshliqning ko'zlari chaqnab ketdi va Acha, sizlar bir dehqon kalla. Buncha ko'p pulni qayerdan topdilar? Ajiba buni dehqonchilik qilib topdim demaydiganlar? Oyxon ona kulimsirab turib, Men umrimning oxirigacha dehqonchilik qilsam-mu, buncha ko'p pulni tepib bo'lolmayman. Bu pulni birisi bergan. Bo'ldi, ortiq gap so'ramasizlar. Men mangay. deb mengishiga, Acha, undaqda nerdan bo'lalar? Ismlar nima? Shuni bo'lsimi aytib berala? Ha, ma'qul. Ismim Oyxon. Dedi-da, ismini va uyini deb berdi. Ondan xo'shlashib, bu idoradan chiqib, doktorxonaga mang'ach, Oyshamgulga qarab, Qizim, bu ishlarni akangga aytma. Eng yaxshisi bularni unutib ket. deb doktorxonaning darvozasi oldiga kelib, Oyshamgulga qarab, Qizim, akangizni chaqirib chiqing. Biz endi qaytib ketaylik. dedi. Ma'qul. Ana, hozirli chaqiray. Oyshamgul Azarni chaqirib chiqdi. O'g'lim, qiladigan boshqa ishing bormi? Sizlarga bir qurdan yangi kiyim-kechak elib beraymi? Azar onasiga qarab, "Bo'ldi ona, ortiq pul buzmayli, uyga tezroq qaytayli ya?" deb doktorxonadan yiroqlashib, avtobus bekatiga qarab mangdi. Kechir ona, o 7-qism. Azar onasiga qarab, "Bo'ldi ona, ortiq pul buzmayli, uyga tezroq qaytayli ya?" deb doktorxonadan yiroqlashib, avtobus bekatiga qarab mangdi. Bu oila nima degan baxtlik, nima degan inoq oila? Oyxon ona jafo tortmay rohatda yashab, bu pullarni bolalarga bersa bo'ladi. Lekin u unda qilishni faqatla xohlamadi. Chunki bu pullar bolalarning ko'zini to'sib elib, amo qilib qo'yishdan qo'rqdi. Oyxon ona o'zi tirishib ishlab, o'zining kuchiga tayinib igilik tiklasa, ular qandoq yashashni, boshqalarga qandoq muomala qilishni, qandoq aloqa qilishni o'rganadi deb o'ylaydi. To'g'ri. Ko'nilada boyning balasi karg'i kelmaydi desa, kambag'alning uyi karg'i kelmaydi deydigan gap bor. Odam boy puldor bo'lgan chaqda burun tatgan jafo, azob, qiyinchiliklarni butunlay unutadi. O'tmishini eslashni xohlamaydi. O'zining burun o'tkazgan turmushini, jafolarni unutib, kundan kunga haqovrlashib, nom shuhrat ularning aql ko'zini to'sib oladi. Mana, hozirmi bir-birimiz bilan baslashadigan, bir-birimizdan boyliq, nom shuhrat, huquq manfaat talashadigan bir-birimizning xo'shal kunlarga ko'z qizotadigan bo'ldik. Boshqalarning qobiliyatiga, bilim, aqliga havas qilsak, ular bilan baslasak, bu amaliyotga uyg'un. Ammo biz boshqalarning kiygan kiyimiga, xonim qizlarning qilgan kirimlariga havas qilib, ular bilan baslashishni o'rgandik. Burunlarda pul, mol dunyo bo'lmagani bilan mehr muhabbat bor edi. Biroq siz hozir ota-onangizdan boshqa kimning mehrini his qila oladingiz?
bir ota-ona 10 balani baqalaydi. Biroq 10 bola bir ota-onani baqalamdi. Ota-onalar bizni ming jafoda beqib cho'ng qildi. Yaxshi maktablarda o'qitish uchun nurg'un jafo mushaqqatlarni tatdi. Biz nima qila oldik? Azimat buning tipik misoli emasmi? Azimat olim va nijotlarga yetkichi qarziga bo'g'ilib, qarzni qaytarolmay, ulardan o'lgidek tayoq yeb, necha kun o'rin tutib yetib qoldi. Azimatga na tomoq, na usuzliq akilib beradigan odam yo'q, necha kun itdimi battar kun o'tkazdi. Demasimi, uningga mushkun loyiq. Necha kundan keyin u orom deganda o'rindan turib sirtqa chiqdi va onasiga telefon qilib, pulini sog'an samg'anligini o'qishib boqay desimi, yonchiqida bir mo'chammi yo'q bo'lg'achqa kartini bankaga olib surishtirmoqchi bo'lib, bankaga qarab mangdi. Bankaga qarab, bank xodimiga "Xafa bo'lmay, mal kartada pul bormi yo'qmi, surishtirib bergan bo'lsangiz." Bo'ladi. deb kartani tekshirib, "Kartangizda 10 ming pul bor ekan. Hammasini olamsiz." Azimat 10 ming yuan degan gapni anglab, xushalliqdan eg'izi quliqiga yetib, "Xafa bo'lmay, hammani ep bering." Ma'qul emasa, kartaning maxfiy nomerini kirgizing. Azimat kartaning maxfiy nomerini besib bo'lgandan keyin 10 ming yuan pulni Azimatning oldiga qo'ydi. "Rahmat sizga, avor qildim." deb pulni qo'yniga silib, bankining atrofiga bir qarab etib, ondan xoli bir joyga mangdi. Bu qitim ehtiyot qilmasa, o'tgan qitimqiga o'xshash bo'lishidan qo'rqatdi. Azimat esil bir oshxonaga kirib, qo'rsqiga to'yg'ich tomoq yevagandan keyin qo'ynidan pulni ilib, yuzlariga yiqib, "Anam ajib yeb qopdi-ku. Endi puldan ansirmasammi bo'g'idek. Bu pulga obdan yeb ichib, behuzur yashay. Uyga keyin chiqaysammi bo'la?" deb o'yladi. Biroq bu xiyollari necha minutga qolmay tushga aylandi. Azimat tomoqni yeb bo'lib sirtqa chiqishiga qora kiyim kiygan noma'lum kishilar Azimatni tutib ketishdi. "Sizlar kim? Nimishqa meni tutib olasizlar? Meni qo'yib etish." Sizlar Azimat bilan Nijotning odami shundaqmi? Azimat o'zining yuziga tekkan ikki tastakdan sagidimi, amdilikda gachi bo'p qolgandek gap qilmay turardi. "Man qara, Azimat, biz soqchi. Biz sening kayningga tushgili necha oy bo'ldi. Seni zahar ilib setish dilosiga chetishliq deb ayblab tutib turamiz. Agar sherigingni topshirsang, seni yengil bartaraf qilamiz." Bu gapni anglagan Azimat, "Nima? Men qandaqmi sizlar o'ylagandek odam bo'g'dakmi? Ha? O'naq bo'lsa, mening kunim mushundaq bo'lamdi, boy-boy yashagan bo'latdim" deb har taraflamada o'zingni aqlab ketding-ku. Bizni do'chchaqlayapsan. Sen undaq ish qilmasang, ma pullar qayerdan kelgan? Ajiba bu pulni ishlab topgan demaydigansan? Azimat soqchilarga qarab, "Bu pulni ishlab topmagan shu. Nima shu? Tez ayta. Yo, axsi samsidan 4-5 ni beraymi?" Azimat qo'rqib ketib, "Bo'ldi, boya tomoq yegan. Samsi bilan mu ancha xo'shim yo'q. Bu pulni yurtdan onam seppagan." "Unaqda onang nima tijorat qiladi? Sening ota-onang xeyli boy kishilar ekan, ha?" Azimat endi boshqa gap qilsa, tayoq yeyishidan qo'rqib, rost gapni qildi. "Mening dadam yo'q. U kichik vaqtimda o'lib ketgan. Onam bir dehqon. Bu pulga kelsak, men onamga yolg'on gaplarni qilib, aldab soldirgan. Bu pulni u qayerdan topganligini bilmayman." "Amisa, sen bu yerga nima ish qilg'ili kelgan? Olim bilan Nijot sening nimang? Tez ayta." dedi soqchilar Azimatga hayva qilib. Azimat butun bo'lgan o'tgan ishlarning hammasini aytib, pushaymon qildimi, o'ksib yig'lab ketdi. Endi bu vaqtga kelganda pushaymon qilganning nima foydasi?
Dunyoda hamma narsaga doğru bo'lsa-mu, biroq pushaymonga doğru yo'qligini bilmamdikini. Saqchilar Azmatga qarab: "Bo'ldi, yig'lama. Biz olim bilan Nijotni so'roq qilgan edik. Sening degining bilan o'xshash chiqdi. Bo'ldi, yigit, sen atal yurtingga qaytib ketgin. Mana, bu sening puling." deb pulni Azmatga berdi. "Nima? Olim bilan Nijot sizlarning qo'linglardimi? Bu harmala nemishqa 2-3 kundan beri meni avora qilmaydi ekan desam, asli mushiyadi ekan-da. Sizlar ularga tegishli jazo beringlar." "Bo'ldi, demasangmi bilamiz. Qonun hammadan adil. Sana yana askartib qo'yay. Atigi cho'qim yurtingga qaytib ket." Azmatmi bu yerdan qutulganiga xo'sh bo'lib, "Rahmat sizlarga, rahmat" deb qaytib ketdi. Atsa atiganda Azmat narsa keraklarni yig'ishtirib, poyezd stansiyasiga keldi. Bu yerda odam noit ko'p bo'lib, bilet elishga o'chirat saqlaydiganlarmi xeli boda qiladi. Azmat bilet oladigan ko'znakka berib, "Yaxshimisiz? Men Shinjang ichiga bilet olmoqchi edim." Ichida bilet chiqarayotgan qiz: "Kechiring, Shinjang ichiga qatnaydigan poyezd soat 10da keladi. Saqlamsiz?" Azmat birdan turib qilib: "Mayli, saqlayman." "Ma'qul emisa, 52 yuan." Azmat pulni berib, biletni oldida zal ichiga qarab, bir chiroyli yasnab olgan qizning yinda bir o'rin borligini ko'rib, u yerga berib, "Yaxshimisiz, bu yerda o'ltirsam bo'lamdi?" dedi. Bu qiz o'rindiqning ustiga qo'yib olgan chamdanni bir yoqqiga tortib, "Qani, o'ltiring" deb boshqa gap qilmadi. Azmatmi bu yil 19 yoshga kirgan bo'lib, o'mo kelishgan bir yigit edi. Azmat bu qizga qarab ichida: "Nima degan haqavurlik bu?" deb o'yladi-da, "Singlim, siz qayerga borsiz? Uyingiz qayerda?" O qiz Azmatga birni olib qo'yib: "Siz saqchimi? Mening kimligimni nega bordiganligini so'ramay, ishingizni bir qiling." "Voy, ajab ochiqingiz yomon-ku sizdan. Bo'ldi, gap qilmadim. Xafa bo'lmay, ma'naslarga qarab turing. Men hojatxonaga berib kelay." Azmat hojatxonaga berib qaytayotganda birining "o'g'ri" degan ovozni angladi. Azmat yeliq qizning birisining keyindan yugurayotganligini ko'rib, darhol o o'g'rining oldiga o'tib, uni putlashiga yiqilib domilab tushdi. O'g'irligini bir so'mka bo'lib, o'g'ri o'g'irlagan narsani qo'yib qochib ketdi. Azmat o'g'irlangan so'mkini elib, yeliq qizga berdi va "So'mkangizga qarab yiqing, bir narsangiz yutmagandi." O qiz so'mkaga qarab: "Yo'q, yutmabdi. Hamma narsa soxkan. Rahmat sizga." "Bo'ldi, sizdan boshqalar bo'lsa-mu shunday qiladi" deb o'rindiqda o'ltirib, yanchiqidan bir tal tomokini elib chekib o'ltirdi. Endilikda bu qizning tunji ko'rishgandagi muomalasidan asarmi yo'q. "Hey yigit, ismingiz nima? Nerdan bo'lasiz?" Azmat bu qizga qarab: "Sizmi soqchimi? Ismimni, qayerdan ekanligimni so'rab nima qiladingiz?" Azmat shunday deb olib qo'ydi. Lekin Azmat bu qizga mabdum bo'lib qolgandekmi qiladi. "Voy bo'ldi, bu yoqtinqi xatolik menda ekan, xafa bo'lmang a. Mening ismim Rayhongul, Shinjang Qashqardan. Maktabdan uyga qaytyapman." Azmat endilikda bu qizning go'zal husniga shayda bo'lib qelyotdi. Azmat Rayhongulga qarab: "Mening ismim Azmat. Men Qashqardan. Bu yerga o'qish uchun kelgan. Biroq ma'lum sabablar tufayli o'qiyolmadim. Shunga yurtga qaytib ketay deb." "Ha, mundaqdan." Azmat bilan Rayhongul qizg'in paranglashib, kulib chaqchaqlarni qilishib yurib, kashma kirdi. Oxiri ular chiqirgan poyezdmi keldi. Qiziq yeri ularning karvati osti usti edi. Poyezd ichida ular qizg'in paranglashib, yo'lning azoblarini his qilmayla tezla Urumchiga keldi. Ular yana Urumchidan
Qashqarga mangdigan poyezdning biletini elib, safarni yana davom qildi. Poyezdda kulki chaqchaqlar uzilmadi. Azmat Rayhongulga qarab, "Rayhongul, sizga deydigan gapim bor-di. Desam bo'lami?" Rayhongul bo'lsa Azmatga qarab ko'zini manli qisib qo'yib, "Qani, davering, quliqim sizda." "Rayhongul, siz men bu umrimda eng yaxshi ko'rgan tunji qiz. Yurtga qaytgandan keyin ota-onalarimiz bilan paranglashib, to'y qilsak degan umiddaman." Bu gapni anglagan Rayhongulning yuzlari qizarib ketdi. Rayhongul, "Ma'qul, men sizni yaxshi ko'raman. Yurtga qaytganda bir gap bo'lsin." Poyez 2 kun mang'andan keyin Qashqarga keldi. Azmat bilan Rayhongul poyezddan tushib, zalning ichiga kirishiga Rayhongul Azmatga qarab, "Voy jon Azmat, xafa bo'lmay. Men hojatxonaga berib kelay. Mavi chamdonni tutib turing ha." Bo'ladi, tezroq qaytib keling ha." Rayhongul ma'qul deginicha hojatxonaga kirib ketdi. Azmat zal ichida o'ltirib, uni 1 soatgacha saqlagan bo'lsa-mu, biroq bu qiz hojatxonada eqib ketdimi, hech bir qarz ko'rinmaydi. Kechir ana 18-qissa. Rayhongul hojatxonaga kirib ketdi. Azmat zal ichida o'ltirib, uni 1 soatgacha saqlagan bo'lsa-mu, biroq bu qiz hojatxonada eqib ketdimi, hech bir qarz ko'rinmaydi. Azmatning tamakisi tugab qoldimi, titib bo'lib atrofga qaradi. Zalning ichida bir kichik do'konni ko'rib, do'kon ichidan bir qop tamaki setib olib, pulini beray deb chapinning yanchuqini qo'lini silib, shuncha aqtirgan bo'lsa-mu, lekin pullari yo'q edi. U chapinning yanchuqini aqtirib, qo'liga bir parcha qog'oz bilan 100 yuan pul chiqdi. Azmat 100 yuandan 2 yuanga tamaki setib olib, qog'inni yanchuqqa silib, berib, o'rinda o'ltirib, bu qog'ozga yozilgan xatni o'qidi. "Azmat, siz bu xatni ko'rgan vaqtingizda men bu yerdan ketib bo'lgan bo'laman. Azmat, men sizni aldab, sizning pulingizni o'g'irladim. Men asli o'quvchi emas. Men ota-onamning kimligini bilmayman. Men Qashqarga tuqqan yo'qlab mangan. Mening uyim yo'q. Tanha, yegona bir qiz. Ikkimiz tunji ko'rishib, siz mening sumkamni o'g'rining qo'lidan elib bergan vaqtingizda yanchuqingizdagi bu pullarni ko'rgan. Asli Urumchida qamoqchi edim. Pulni elishga fursat bo'lmag'achqa, sizga hamroh bo'lib, Qashqarga birga kelishimga to'g'ri keldi. Keyin siz poyezdda bexudlik qilib, chapiningizni sep qo'yib, hojatxonaga chiqib ketgan chig'ingizda pullaringizni elib olib, ondan bu xat bilan 100 yuanni qo'yib qo'ydim. Meni kechiring Azmat. Men sizni yaxshi ko'rsam-mu, biroq ikkimiz birga bo'lolmaymiz. Men erkin yashab ko'nib qolgan yegona bir qiz. Kechiring." Azmat xatni o'qib bo'lib, "O aldamchi saxtipas qanchoq? Sen meni aldabsan. Pulni olsan-ku mayli. Nimishqa meni aldaysan?" deb xatni yirtib, nechta parcha qilib so'ravatdi. O'zi tunji yaxshi ko'rgan qizining asli bir o'g'ri ekanligini o'ylab, noyida umidsizlandi. Azmat Qashqardan avtobusga chiqib, yurtiga keldi. Azmat o'zining mahallasiga kelib, amdilikda Azmatning yuragi do'pildab, uyga qandoq kirishni bilmay yotdi. Mahalladagilar Azmatga hayronlik nazarda qarab, biri: "Nimishqa kelgandi ha? Qara, buning aptiga nadimi o'qib kelgan odamga o'xshaydi" deb kusuldishib yotdi. Azmat uyining oldiga kelib, eshikni o'g'rirdek asta ittirdi. Oyxon ana uyning ichida tushlik tomoq yeyotgan bo'lib, eshikning ochilganligini anglab sirtqa chiqdi va
Azmatni ko'rib nihoyatda hayron qoldi. Azmat balam, bu sen mojinim balam. Deb bag'riga bosay deyishiga, voy ana, ishini qila, odamning ichini siqmay. Men usuzlik akilib bera, yo'lda bek charchab ketdim. Boshqalarchi, qani. Oyxon ana Azmatga suv akilib bergach, "Ining ishligili ketdi. Sening maktabga ketdi. Aras, sen maktabda eding-ku. Nimaga qaytib kelding?" Ana, seni necha yil ko'rmasam, xili boy bo'p qolgan o'xshaydi. Uylarimiz o'zgarga o'xshaydi debdiman. Biroq hech nima o'zgarmay, sen o'zgaribsan juma. Nimanchi kot-kotib ketding deyman. Sizlar ayol haqqi azaldan mushundoq kot-kot. Bo'ldi ana. Mening nimishqa kelganligimni so'rama. Men bir mazgil orom olaman. Sen hozirla ov yondagi hujurni menga bekolab bergin. Oyxon ana ortiq gap qilmay, "Ma'qul balam," dedi. Oyxon ana 2 soatdan ortiq vaqtda oran deganda uydagi narsalarni yig'ishtirib bo'ldi. Biroq bu Azmat gazir chiqib o'tirdiki, onamga yordamlashay deb o'ylamadi. Oyxon ana yangidan doktorxonadan chiqqachqa, ziyoda charchig'ashqa sal holsizlanib ketgan edi. Kesh kirshi bilan Oyshamgul maktabdan qaytib kelib, akasining o'ltirganligini ko'rib, "Azmatjon aka, qachon qaytib kelding? Seni bekli sevgindim juma, jinim aka." deb akasining bag'riga o'zini otdi. Biroq tog'dak yor yo'lak hem dada hem aka deb bilgan Azmat singlisidan o'zini qochirib, "Voy jon, ajabmi gaping to'la ekan sening. Ana, men bek charchab ketdim, uxlayman." debla eshikni qattiq yepib uyga kirib ketdi. Oyshamgul bo'lsa yuragiga daz ketgandek bo'lib ketdi. Oyshamgul o'zini faqat tutolmay yig'lab soldi va "Ana, bu mening akam Azmat shumi? Men uzundan buyon qarindoshlik mehr muhabbat o'tida sevg'ingan. Mening qarindishim mushuma. Ana, seningcha akamga nima bo'lgandi? O burundili bizga shundoq kuyinadi. Bizni qo'g'daydi. Biroq boyi o'zing ko'rdim." Oyxon ana endi buningga nimada? Oma Oyshamgulga o'xshash o'z farzandini siyg'inish o'tlarida bag'ri kavob bo'lib ketgan edi. Biroq Azmat shu mehribon onasi talab qiladigan pulga setib olg'ili bo'lmaydigan shu ozg'ini farzandlik mehrini beramidi-ku? Oyxon onaning yuraklari meh qaqqandek og'rib ketdi. Biroq bu azobga bardoshlik berib Oyshamgulga qarab, "Bo'ldi qizim, qaring bo'lmasin," deb uyga menishiga Azhar ishdan qaytib keldi. "Ona, men qaytib keldim," deb onasi bilan singlisiga qarab, "Nim bo'ldinglar? Bir ish bo'ldimi?" "Oyshamgul, yig'labsan-ku o'maqsinglar." Oyxon ana oran turgan Oyshamgulning yig'lab, yana ko'ngil og'riqi bo'lishidan ansirab gapni bo'lib, "Azharjon o'g'lim, qursiqing oshqandi. Tez tomoq yeb olg'ina," deb bir qacha o'girni usib, Oyshamgulni uyga akirib qo'yib, Azharning yeniga chiqdi. "Azharjon o'g'lim, akang qaytib ketdi." Nima? Qaysi akam? "Mau bolani, sening yana necha akang bo'ladi? Biri tuqqan, bir qo'saq akang Azmat." Nima? Ona, u ishkir deydi-ku. "Menmi uxladim o'g'lim. Nimishqa qaytib kelding deysam, aram olg'ili deydi. Ko'rishib chiqamsan." Azarningmi aksiga deydigan nurg'un gaplari bo'g'ashqa? "Ha, ma'qul ana," deb tomoqni yeb bo'lib, aksi yotgan uyning ichiga kirdi. Ichida yotqonga beshini tiqib yotgan Azmat chachirab turib, "Men sizlarni meni avora qilmanglar degan-ku. Sizlarning quluqinglar eshakning quluqimi ya?" deb Azarga qardi. "Sen nima ish qilasan? Chiqib ket, tez bo'l,"
Nima? Chiqib ket davotamsan aka? Biz ko'rishmagili 4 yil bo'ldi. Ko'rishimga ahvolishadigan ish yo'q. Sholingni chochirtib, odamni tillaysan-ku. Ahvoldan qaraganda, onam bilan Oyshamguligimni mushunda qildingmi aka? Sit, ishchinida o'zining bir kun baqqan egisini tishlamaydi. Sen onamning ko'ngliga azor berishdan uyalmadingmi? Dedi akasiga qarab. Azmat qopoqlarini turib. Nima deding? Sen menga bunaqa talaffuzi gap qilg'ili o'zingni kim chaqlab qolding? Ey harom tomoq, sen mendan cho'ng o'xshamamsan, ha? Meni boshqurdiganga. Deb Azarni tasdik bilan birni soldi. Esingda bo'lsin, men sening akangla emas, men sana dodi yo'lliq, tushundingmi? Qattiq tekkan bu bir tasdik Azarning ko'zlaridan o't chaqin tabatdi. Azarga bu bir tasdik ig'ir kelgan bo'lsa-mu, ichiga yutib etishni loyiq ko'rdi. Chunki onasi bularning so'qishib qolganligini bilib, kesilining teximi ig'irlab ketishidan ansiraydi. Azar ko'zlariga kelgan yoshni yutib etib, "Okam ikkanliging esingda borkan-a?" Azar akasini sinab beqish uchun, "Sen o'qishingni o'qimay, nima deb kelding?" deb so'radi. "Nima deb kelatdim? Aram og'ili keldim." "Nimishqa? Ya bu ta'til vaqti bo'lmasa?" "Aka, mening ishimni hech kim bilmaydi deb qolma. Sening hamma ishlaringni mana men 5 qo'lda bilaman. Agar onamning kesili ig'irlab ketishdan ansirmagan bo'lsam, seni hozirla rasvo qilgan bo'lardim. Eng yaxshisi qo'ng'ingni qisib, uyda singan tomoqni yeb yot. Tushundingmi?" Azar shu gaplarni deb qo'yib, eshikni ching'ir yepib chiqib ketdi. Azar uyga chiqib, yotqiniga beshini tiqib yig'lab ketdi. U cho'ng bo'g'icha birasidan tayoq yeb boqmagan edi. Biroq amdilikda o'zining bir tuqqan qerindishidan ig'ir zarba yedi. Atsi tong etishi bilan Oyxon ona tomoqni tayyor qilib, bolalarni uyg'otdi. Oyshamgul bilan Azar chiqqan bo'lsa-mu, Azmat yanala shu peti yotadi. "O'g'lim, akangni chaqirib chiqqan-a?" dedi Oyxon ona. Azarning akasining qishig'i kirgisi bo'lmasa-mu, biroq onasini ranjitib qo'ymaslik uchun akasining yiniga kirdi. Bu qitim Azar akasini aka deb chaqirmasdan, "Hey, mushu vaqtgacha uxlamsan? Tong otqili ne vaq? Eshak jinida yotgan yerni quyruqida supurib qo'ydi. Sen ashu eshakchilikmi bo'lamadingmi?" Azmatning qattiq ochiqi keldi bo'g'ay. "Hey, sen meni eshak o'qishda otamsan, hali bekor tishlaringni to'kib etmay?" deb o'rnidan turib bo'g'icha Azar. "Bo'ldi, sen bilan gap talashmayman. Tez bo'l, tomoq tayyor bo'pti. Onam seni chiqsin deydi." deb qo'yib chiqib ketdi. Oyxon ona bolalariga tomoqni berib bo'lib, Oyshamgulni maktabga, Azarni ishqi yo'lga soldi. Azmat qochquchi yuvotgan onasiga qarab, "Ana, yeningda pul bormi? Bo'lsa menga 200 yuan ber-a?" Oyxon ona Azmatga qarab kulimsirab turib, "Bolam, men burunqidek ishlayolmaydigan bo'lib qoldim. Jinim bolam, pulni ayab xashligin. Bu pullarni ening jafoliq ishlab topgan. Bo'lamdi bolam." Amdilikda Azmat onasining qo'lidan pulni elib bo'lib, "Ana, to'la menga Azarni pesh qilmag'ina. Uni ko'samni judunim o'rlaydi mening." "Bolam, unimi men ochiq to'lg'aq yeb aram tuqqan. Sen o'zingning qerindishini undaq yeklasang, boshqalar qandoq qiladi? Sizlar qerindosh bo'lgandan keyin inoq o'ssangli bo'lmamdi ha jinim bolam." deb Azmatga qarab ko'zlaridan nech tomchi yosh lavlarini nam qildi. Azmat bo'lsa, "Voy, ana, men inoq o'tmay qandoq qiptimi?"
Ana sen bek kot bo'p qapsa juma odam qiyirganda mushundaq bo'ldiga o'xshaydi. Voy bo'ldi, mening ishim bor. Debla pulni elib chiqib ketdi. Oyxon ana qattiq ümidsizlik ichida yig'lamsirab, "Dadasi, meni kechirsilar, dadasi. Men bolalarni yaxshi tarbiyalayapman." deb nola qilib o'tadi. Ishikning tuyuqsiz chekilishi bilan Oyxon onaning xiyollari qayoqlargadir uchib ketdi. Oyxon ona berib ishini ichib edi. Sirtda Azmatning burunqi muallimi Anvarjon muallim qarab turadi. Oyxon ana hayronlik bilan, "Voy muallim, kep qaplig'i. Qani uyga marhamat." "Bo'ldi acha, men bekli oldirayman. Maktabdan o'rinlashtirib, bu yilqi to'liq o'tir maktabda o'zining o'quvchisi bor o'quvchilarning ota-onalari bilan suhbatlashib kel deb avatgan edi. Sizlarning qizlari Oyshamgulmi o'qiydiganlarning qatorida borgan. Shunga sizlarni qanday qaraydi ekan deb kelishim." deb Oyxon onaga qaradi. "Muallim, men qanday qaraydim? Maharibni qo'llash har bir ota-onaning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatiga. Men qizimni o'qitaman, muallim." "Rahmat, acha. Men texa Azmatning ishini deb Oyshamgulni o'qitmaydigan o'xshaydi debdiman. Haras. Azmat qaytib kelibdi, ha? Hay, bo'ldi acha. Ko'ngillarni yerim qilmasala. İnson degan ozidu, u kichik emasmi?" Amdilikda Anvarjon muallimning gapini anglagan Oyxon ona hech bir gapni anqiramay, "Azmatga nim bo'pti?" "Acha, Azhar, sizlarga texi demagan o'xshamamdi. Men uningga Azmatga pul sog'ili bankaga borgan chaqda deb qo'ygan-ku." "Ukam, men sizlarning gaplarini tushunmadim. Azharmi, menga Azmatmi to'g'risida gap qilmadi. Aniqroq bir gap qilsalar." "Ha, unaqa bo'lsa acha, boshqa gap yo'q. Men qaytay-a?" deb kayniga yondi. Oyxon ana Anvarjon muallimning oldiga o'tib bilib, "Gapni ochiq deysizlar, muallim. Bo'lmasa men ovi daraxtga usib, oldilarda o'rib beraman." Anvarjon muallim Oyxon onaning bu qat'iy niyatidan qo'rqib, "Ma'qul acha, o'zlarini tutib olsalar, men sizlarga hammani deb beray. Azmat o'tgan yillar maktabdan haydilibdi ekan. U zaharlik chekimlik xumar bo'lib qolg'ashqa, maktab rahbarlari necha qitim fursat bergan bo'lsa-mu, lekin u fursatni qadrlamay, davomli shunday qilavergashga maktabdan qo'g'ilibdi ekan." Oyxon ona xuddi beshidan chaqmoq chaqqandek bo'lib andikib ketdi. Uning maktabdan qo'g'ilibdi degan gapiga emas, balki zaharga xumar bo'lib qopti degan gapi Oyxon onaning yuragini yulib olgandekli bo'lib ketgan edi. Aziz anglag'uchilar, eng nodir asar Kajur ona nomli asrimizning 18-qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.